Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 6 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.970 so'm 67 tiyin bo'lib 20 so'm 4 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.748 so'm 31 tiyin bo'lib 3 so'm 89 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 59 tiyin bo'lib 11 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 77 tiyin bo'lib o'zgarishsiz qoldi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.